Magniyning turlarini va ularni qachon ichish kerakligini sizlarga hech kim aytib olgan. Lekin men sizlarga bugun tushuntirib beraman. Magniy L-trionat, magniy glitsinat va magniy sitrat. Bu formalar har xil bo'ladi va ularning har xil vazifasi bor. Yangidan chuqurroq o'rganib chiqamiz. Magniy sitrat bu yaxshi o'zlashtiriladigan shakl bo'lib, buni magniy yetishmovchilik paytida, mushak spazmlarida, stress va charchoq, qabziyatga moyillik bo'ladigan bo'lsa, ishlatsak, yaxshi samarali effekt beradi. Muhimi, ichni yumshatishi mumkin. Shuning uchun doktor bilan maslahatlashish kerak. Magniy glitsinat uyqu muammolarida, bezovtalik, stress bo'ladigan bo'lsa, asabiylik, mushak tarangligida, oshqozon ichak tizimini sezgir bo'lgan paytlarda ichish tavsiya qilinadi. Magniy L-trionat qachon ishlatiladi? Diqqat va konsentratsiyani qo'llab-quvvatlashda, stress va ruhiy charchoqda, uyqu sifatini yaxshilashda, kognitiv funksiyalarni qo'llab-quvvatlashda ishlatiladi. Magniy bu sehrli tabletka emas. Buni o'zboshimchilik aytib, hamma bolaga bir xil aytib berish mumkin emas. Magniy faqatgina yetishmovchilik bo'lgan paytida beriladi va shifokor nazoratida. Siz bolangizga nechik magniyni ishlatgansiz va nechik effekt sezgansiz? Kommentariyada yozib qoldiring.